Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan taniqli xonanda Ozoda Nursaidova afsuski mudhish voqea qurboni bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbek shou-biznes olamining yorqin vakilasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan El Ardog'dagi taniqli xonanda Ozoda Nursaidovaning klipi syomkasida nogironga aylangan aktrisa. Ijtimoiy tarmoqlarda 22 yoshli aktrisa Sabrina Jabborova Ozoda Nursaidovaning Dilbarim klipi suratga olish jarayonida avtomobil urib ketishi oqibatida nogironga aylangani haqida xabarlar tarqalgan edi. Baxtsiz hodisa 2024-yilning 7-noyabr kuni ro'y bergan bo'lsa-da, u bilan bog'liq gaplar 2025-yilning mart oyida tarqalgan. Klipda suratga tushayotgan voyaga yetmagan qiz Sevinch Ma'rufovna Gelandwagen rusumli avtomobilni boshqarib boshqa bir aktrisa Sabrina Jabborovani bosib ketgan. Oqibatida nogiron bo'lib qolgan Sabrina oyoqqa turishga yordam so'raganida faqat quruq va'dalar va tahdidlarni olganini yozib, jamoatchilikka murojaat qildi. Sabrinaning so'zlariga ko'ra, Mercedes-Benz G-Class boshqaruvida voyaga yetmagan boshqa aktrisa ismi qisqartirilgan Semme bo'lgan va u hamda klip suratga tushgan. Voyaga yetmagan aktrisa operator va rejissyor Shuhrat Mavlonovning ko'rsatmasi bilan gaz pedalini bosgan, biroq o'sha paytda mashina boshqaruvini yo'qotgan. Mashinaning g'ildiraklari Sabrina ustidan 2 marta o'tib ketdi. Oldingi g'ildiragi butunlay uning ustidan o'tgan, orqa g'ildiragi esa qizning ustiga aylanib ketgan. Voqea natijasida Sabrinaning tos suyagi singan, boshqa a'zolari og'ir jarohat olgan deyiladi. Jabborovaning Instagramdagi sahifasida qoldirilgan ma'lumotda jabrlanuvchiga birinchi yordam vaqtida ko'rsatilmagani natijasida ko'p qon yo'qotgan. Keyin uni 4-sonli kasalxonaga olib borishgan. 9 soatlik operatsiyadan so'ng bemorning hayoti saqlab qolingan. Biroq jarrohlik amaliyoti noto'g'ri bajarilgani natijasida uning chap oyog'i o'ng oyog'idan 7 sm uzunroq bo'lib, qiz nogironga aylandi. Ayni vaqtda shifokorlar qizning salomatligini tiklash uchun uning tos suyagini sindirib, suyaklarni to'g'irlash kerakligi, bunday operatsiyalar juda kamdan kam holatlarda muvaffaqiyatli o'tishini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, suratga olish tashkilotchilari va boshqa aybdor shaxslar jabrlanuvchiga yetarlicha yordam ko'rsatmagan. Faqatgina 4 oy davomida filmni suratga olishda texnik qoidalarni buzganligi uchun jarima sifatida $500 to'lab turgan. Bu gaplardan keyin kuzatuvchilar Ozoda Nursaidovani keskin tanqid qilishdi. Blogerlar yordamida Sabrina Jabborovani davolatish uchun xayriya o'tkazildi va bir muddatdan keyin Ozoda Nursaidova operatsiya xarajatlarining katta qismini qoplagani haqida ma'lum qilishdi. Aktrisa murakkab jarrohlik amaliyotidan so'ng oyoqqa turgani ta'kidlanmoqda, deyiladi xabarda.